Kütüpxanadaki oylar. Kütüpxana mening Havay Universitetiga taalluq go'zal əsmələrimning, hayajonlarimning va cho'nqur o'ylanishlarimning bir manbasi. Men mushu joyda o'ltirib, o'zimni yiroqdagi xalqim, tuprog'im bilan bag'riga qo'yib turib, cho'nqur o'ylanishlarni qildim. Xotir qoldirdim. Dastlabda kütüpxanadan xohlagancha kitob ariyat elish, kitoblarni o'zimiz elib tushish qatorliq belgilanmalardan xursand bo'lib, och ko'zli qilib yo'g'on so'ngida liq kitob elib olibdiman. Әмді bu kitaplarni qandaq o'qib, hazm qilish bir masala edi. Şinjandagi Uyg'urlarning madaniyati va jamiyat ahvoli haqida qandaq kitaplarning borligini bilib beqish maqsadida kutubxonada jiq izlandim. Ammo urinishlarim azobli ta'sirotlarim bilan oyoqlashdi. Sababi Uyg'urlar haqidagi materiallar boshqa millatlar haqidagi materiallarga qaraganda nisbatan oz edi. Bu g'andimi bizni xanzu tilida tushuntiradigan oz sondagi kitoblar edi. Uyghur haqida chet el tilida yozilgan kitoblar yo'q deyarlik edi. Amaliyotda Havay Universiteti kitob saposi jihatda o'lchamga yetadigan xalqaro universitet bo'lib, har qanday turda necha xildan kitob topiladi. Ko'p sonli chet elliklarning biz to'g'risida tadqiqot olib berishga cho'lisi yetmagandek yoki bizga degandek diqqat e'tibori tushmagandek qiladi. Uyg'ur tilidagi materiallardan so'z echish mumkin emas edi. Bu hal ziyolilarimizning qilayotgan tadqiqotining rayonimiz doirasidan chiqib ketolmayotganligi. Chet ellarda ijtimoiy fan sohasida biz to'g'risida jiq emgaklarning qilinmaganligi, ziyolilarning chet el tili bilmasligi yoki pishiq bo'lmasligi natijasida sirtning bizni tushunishidan mahrum qolganligini bildiradi. Men kutubxonada kitoblarni matildab o'tirib, hozirgi davrimizning ingliz tili bildigan, bilish bilan qolmay tadqiqot, yoziqchilik qilish saviyasiga yetgan bir turkum ziyolilarni taqozo qilayotganligini his qildim. Bu xildagi ziyolilar burun bo'lmagan bo'lsa, amdi bo'lish kerak edi. Har bir davrning o'z odamlariga yangicha savol va qiyinchiliklarni tug'dirish tabiiy. Dunyo bizni bilmagan ekan, qiydab o'tirmay o'zimizga masxush bo'lib ketishdan baldurroq qutulib, o'zimizni sirqi bildirishga urinishimiz zarur edi. Bu urinishimizdagi muhim ko'rik ham vosita ingliz tili bo'ladi. Til to'solg'isi bizning o'zimizni papalishimizga, tugilib olishimizga, dojishimizga bahona bosib bo'lmaydi. Men shularni o'ylab o'tib, ingliz tili ona til bo'lmagan, ammo ingliz tilini o'zidan o'rganib dunyoviy shuhratli asarlarni yozib qoldirgan rossiyalik Vladimir Nabokov, Brodskiy, polshalik Josef Konrad va Sezeslav Milosh qatorliqlarni o'yladim. Vladimir Nabokov rossiyalik mashhur adib, Cambridge universitetining adabiyot kasbida o'qigan. İngliz tilini o'zidan o'rganib, Lolita qatorliq mashhur asarlarni inglizcha yozgan. 1940-yili Amerika davlat tavalligiga o'tgan. Adabiyot sohasida dunyoviy ta'sirga ega. Brodskiy Nobel adabiyot mukofotiga erishgan mashhur shoir. Ingliz tilida asar yozib, dunyoda shuhrat qozongan. Josef Konrad Zulmatli yurak degan mashhur asarning avtori. U 21 yoshigacha inglizcha bilmaydi. İngliz tilini o'zidan o'rganib, yoziqchilik qilish saviyasiga yetgan. Milosh polshalik mashhur shoir. 1980-yili Nobel adabiyot mukofotiga erishgan. Amerika Kaliforniya Berkeley universitetining adabiyot fanlari professori bo'lgan. She'rlarini polshacha yozib, o'z ingliz tiliga tarjima qilgan. Ingliz tilini keyin o'rganib, dunyoviy ta'sir qo'zg'agan boshqa nurg'un olimlarni, adiblarni misol keltirish mumkin. Psixologlar bir odam qila olgan ishni yana bir odamning qila oladiganligini isbotlab chiqdi. Demak, ingliz tilini o'rganib, asar yozish maqsadiga yetkil bo'ladi. Ammo buningga nurg'un vaqt va zehn ketadi. Yosh Uyg'ur ziyolilari amdi tilni bahona qilib, o'z-o'ziga sakrab emaslik kerak. Ko'z yumg'ul bo'lmaydigan bir fakt shuki, dunyoga o'zini e'tirof qildirishning, tunilishning bir vositasi ingliz tilida yoziqchilik qilish bo'lib qoldi. Bu yolg'iz bizni duch kelayotgan masala emas. Boshqa millat ziyolilarimi duch kelayotgan masala. Masalan, hatto hozir german, fransuz tillarida tadqiqot olib berayotgan olimlarmi o'z tadqiqot mevalarini ingliz tilida e'lon qilmasa, dunyoviy ta'sir qo'zg'al bo'lmaydiganligini tunib yetmoqda. Ingliz tilini oxirgi maqsad qilishga bo'lmaydi. Ingliz tilini har qancha mukammal o'rganib chiqqan taqdirdami, kallada yangi ideya, yangi bilim, yangi fikr bo'lmaganda xalqqa foydali biror ishni boshqa olib chiqib bo'lmaydi. Uyg'ur jamiyatida bu nuqtada qiziqarli bir ziddiyat mavjud edi. Fikri tiran, umidlik yosh ziyolilar inglizcha bilmaydi yoki bu tilda chala edi. Inglizcha bildigan bir turkum yoshlarda bo'lsa, tiran fikrdan, mas'uliyatchanlik bilan o'ylanishdan so'z ochqil bo'lmaydi.
Kütüpxanada izleniş davamında mənim təsir qılğan yana bir nöqtə var. O bolsunmu bir tədqiqat əmgəkinin nurgun materiallarını közətişdən keyin yo'qqa chiqadiganligi. 100 bətlik bir kitapda 30 bətga yaqin foydalanmalarning tizimligini ko'rish mumkin. Amerikada ilmiy kitap chiqarish uchun shu sohadagi eng yangi uchur va yangi kitoblarni ko'rib, hazm qilish, kitobga tatbiqlash zarur. Kitap oxiriga tabiiy holda foydalangan materiallarni manbasini eskartadi. Bizdimi yaqinqi yillardan buyon bir qism tadqiqotchilarimiz statistikalik ilmiy emgakning ulgusini tiklab berdi. O'zimizning ma'lum masala haqidagi qarashlarimiz har qancha pishgan taqdirdami, yuzakilikdan xoli bo'lmasligimiz, hayajonlangan chog'larimizda bir taraflama hukmlarni chiqarib qilishdan saqlanmasligimiz mumkin. Boshqalarning ijodiy emgaklaridan tanqidiy foydalanish, hukm va nuqta nazarlarga dalil isbot deb berish, subyektiv qarashlarni bozorga solmaslik, allaburun xalqaro muhokama yig'inlarining dunyoviy ta'sirga ega ilmiy jurnallarning asos aqimiga aylandi. Bizda munosabatli temalarda ijobiy muhokama maqolalar jiq yozildi. Hatto ba'zi ijtimoiy temalarda tema takrorligidan xoli bo'lmadi. Menimcha bizning ijtimoiy temalar haqidagi izlanishlarimiz endi ilmiy tadqiqot pallasiga ko'tarilishi kerak. To'g'rirog'i jiq kitob ko'rib, statistika elishimiz, zarur topilganda statistikalik son-sifrlardan foydalanishimiz kerak. Bir ilmiy emgakning qimmatiga qanday materiallarni ko'rganligimiz, masalani qaysi nuqtada turib kuzatganligimiz bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hayajon va birdamlik ilhom bilan yozilgan maqolalarda o'zimizmi sezmay gap o'ynab qolishimiz, yuzaki xulosa chiqarishga oldirib qolishimiz mumkin. Tadqiqot axloqiy nuqtadan har bir nuqta nazarga dalil tepish, ko'rmagan, bilmagan narsani ko'rdim, bildim demaslik har bir ilm egasiga qo'yiladigan aqalliy talab. Men o'rimchilik chig'imda o'ziga besim qilmay turib ilgirlash, fikr qilish xohishini tashabbus qilatdim. Ham o'zim shunga amal qilib, xili yaxshi unumga erishgan edim. Endi odatimni o'zgartib, ma'lum vaqt ichida qiladigan ishlarni besim bilan o'zimga yuklasam bo'ldiganda qilatdi. Bu urinishlar va o'yinishlar davomida men odatning bir odamning ideyasiga va ish unumiga cho'nqur ta'sir ko'rsatganligini, kishining faoliyat yo'linishini qalb qisab qo'ydiganligini yana belgilagan holda his qildim. Unumlik odat odamni mukammallikka, qalbiga boshlaydigan orbita. Unumsiz odat odam osonlikcha chiqolmaydigan turma. Orbit ichida mazmun qadam tashlab ma'amsiz yoki turma ichida buruqturum bo'lib yashamsiz. Bu o'zingizning xohishingiz ish. Ammo har qanday odatni yetildirish pozitsiyangizga, hatto taqdiringizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Men o'zim kirib olgan odat turmasidan qochmoqchi bo'ldim. Fikr qilish, xulosa chiqarish, kitob o'qish, hatto ba'zi ushoq ishlargacha odat turmasidan qutulolmay kelayotgan bo'lishim tabiiy edi. Odat turmasidan qutulish uchun men kundalik plan tuzishda amaliyotchil, tabiatim va ijro qilish davomida rahimsiz bo'lishim kerak edi. Asta-asta tirishchanligimning natijasini ko'rgildirdim. Qilayotgan mashg'ulotlarimning sifati va natijasida o'zgarish bo'layotdi. Ishlarim eqiyotdi. Men o'ylandim. Ziyolilarimizdagi manmanchilik, bir yerga kelanmaslik xohishi Uyg'urcha muhitda yetildirgan odatning mas'uli edi. Ham buni o'zgartirishga bo'ladi. Gap shu kishining o'zining odat turmasidan qo'lga olinib qolganligini his qila olishida va harakatga o'tishida edi. Boshqalarga xitob qilish va bu vaqt ko'rsatma berish mening qo'limdan keladigan ish bo'lmag'achqa, o'zimni odat turmasidan qutulishga oldiratdim va kutubxonadagi hasratlik o'ylarimga xotim berib, mundaq deb fikrladim. Qoch, bir turma sening kallangni, yuragingni, hatto qiningni iskanjaga olmoqda. Tiran hislaring, o'tliq armonlaring, sog'lom sezgilaring shu turma ichida untinsiz g'oyib bo'lish oldida turadi. O'zingni o'zingdan qutqizgin. Turmini pachaqlab tashla. Bu turma seni passivlikqa, abgorlikqa, tushkunlikka va nomrodlikka chillayotgan odat turmasi.